Aziz gulseverlar, yaxshi yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Issiqlarni o'tkazib oldilaringizmi? Mana salqin kunlar ham kelib qoldi. Kuzgi gul ekish mavsumi yana boshlandi. Bugun aptiniyani ekyapmiz. Aptiniya gulining ko'paytirilishini ko'rsatib beraman bugun. Aptiniya gulini osma tuvaklarga eksa bo'ladi. Bu osilib o'sadi, sukulentlar oilasiga kiradi. Suvni uncha xohlamaydi. Suvni ko'p quysa o'saveradi bu gul. Shalvirab ketadi, 2 metrgacha o'sib ketishi mumkin. Bunday kesib tursa boshini pishniy bo'lib chiqadi, mana bunday bo'lib. Mana atroskalarni kesib qo'ydim. Buni ekishni ko'rsatib beradi o'g'lim. Ekib ko'rsat. 5-6 tasini bitta qilib ekadi. Mana boya ekib qo'ygani. Ekkani mana. Bir xillar sizga kichkina bo'lsa ham gullabdi deydi. Gullagan shoxdan atroska qilingan bo'lsa, kichkina bo'lsa ham gullaydi. Chunki bu onasida bunchalab gulga kirgan. 5-6 tasini bitta qilib ekkan. Shunday. Buning har xil ranglari bor. Qizil, pushti, siyoh rang. Qizil, pushti, siyoh ranglari bor. Mana suv quyib qo'yaman. Mana ekib qo'ydi, to'g'ri qo'y. Tekis qo'y. Mana suv quyib qo'yamiz. Bo'ldi. 5-6 kunda tomirlab o'sib ketadi. Mana endi tomirlab o'sib ketganini ko'rsataman. Mana 5-6 kun ekilgani. Mana bunchalab o'ziga kelib, ochilib yotibdi. Tomirlab ketgan o'sha bu mana. Dirillab turibdi barglar. Mana bunisi siyoh rangi. Mana yaxlarda ham bor. Buni 4 xil rangi bo'ladi ekan. Qizil, pushti, sariq, siyoh rang. Menda 3 xil rangi bor edi. Hozir 2 xil rangi qolgan. Qizil bilan siyoh rang. Mana siyoh rangi urug'lab yotibdi. Hozir urug'ini terib ezib ko'rsataman. Urug'lab ketgan. Urug'. Buni eksa 100% chiqadi. Siyoh rang. Qiziliniki 80% chiqadi. Men buni ekib o'tirmayman. Tajriba ham qilib ko'rmaganman. Bu siyoh rangdan o'zi urug'i tushib, o'zi chiqaveradi. Qizildan qilib ko'rgan edim, 80% chiqqan, 100% dan. Mana. Siyoh rang barglar mayda bo'ladi, farqi. Qizil barg katta bo'ladi, mana qizil. Bu sarig'i ham bo'ladi ekan. Mana o'zidan to'ldirib ekib qo'yganman. O'shdan yo'q. Mana. Ikkalasi nimaga sarg'ayib qolgan? Sababini ham aytib beraman endi. Tomiri tiqilgan bu tuvakka. O'tgan yil ekilgan bu. Tomiri tiqilgan, tuvak chirma bo'lgan tomiri. Shuning uchun sarg'aygan bu. Bu ham shu, bu kesib atroska qilib tashlaganman buni rosa. Bu kichkina tuvakda edi bir hafta oldin. Tagida drenaji bor edi. Kichkina tuvakchada edi. Qunchalab ochilishga tayyor bo'lib turibdi.
Suvni kam quysa mana shunaqa chiroyli bo'lib kompaktniy bo'ladi. Ham drenaj solsa, suvni kam quysa ham yaxshi ochiladi. Bir xil suvni ko'p qo'yaman deganlar drenaj solib ekish kerak. Suvni kam qo'yaman deganlar drenajsiz ekish kerak. Sarg'ayishning sababi shu. Tomiri tiqilgan bo'lishi mumkin. Yoki quyoshdan bo'lishi mumkin. Yashnab turibdi mana bular. Kechki payt olyapman. Bunchalarni yopadi kechki payt. Kunduz kuni ochadi. Va yumilyapti mana. Endi narigi tomonda ham bor edi hozir. Uni ham ko'rsataman. Ular ancha yumilmoqchi. Rosa gulladi mana yozi bilan gulladi. O'rixlab ketdi. O'rig'i. Uni ham o'rig'ini terib ko'rsataman. Qizili bu. Bunga abetdan keyingi quyosh deyadi. Narigilarga abetdan keyin quyosh tegmaydi. Mana urug'i. Buni urug'i kamroq ham bo'ladi. Bularni endi mana shu mo'ynidan kesib, mana shundaysiga kesib tashlayman-da. Atroska qilib tashlasam bo'ladi. Atroskalarim bahorga g'unchasi bilan tayyor bo'ladi keyin mana. Mana shu o'zi g'unchada turibdi-ku. Mana yerdan kesib atroska qilsam, bahorga g'unchasi bilan tayyor bo'ladi. Mana bu gullarimiz ochilishda davom etmoqda. Aptina gulini suvda ta'mirlatsa bo'lmaydi. Shunday ekib qo'yish kerak. O'zi ta'mirlab ketadi. Aptina lotincha so'zdan olingan bo'lib, dorixona degan ma'noni anglatadi. Biron kasalga davo bo'lsa kerak. Lekin buni bilmayman. Nimaga davoligini. Tarjimasi dorixona degani. Aptina so'zini. Lekin men buni ochilishini yaxshi ko'raman. Mayda-mayda. Xrizantema, astraga o'xshab ochiladi-ku. Shuni ochilishini yaxshi ko'raman. Shuning uchun ekaman men aytib. Ochilib bo'lgan. Hali buni yana kessam, yana gullayveradi. Menda ko'p bo'lgani uchun kesganim yo'q. Tineguli o'sma tuvaklarga hovlida tursa ham bo'ladi. Minus boshlanganda ana sovuq, mana sovuq deganda olib kiraman bo'ladi. Sovuqqa ham chidamli, issiqqa ham chidamli. Mana kecha anamonlarda ham turdi. Suvni kamroq quyish kerak faqat. Suvni ko'p quysa 2 metr ham o'sib ketaveradi. Gullamaydi, o'sib ketadi. Suvni kam quysa shunday chiroyli gullaydi. Mana bu yer tepa uyning soyasi ochiq. Yopilmaganda, agar yopilgan ayvon bo'lganda, bu yam-yashil bo'lib chiroyli gullagan bo'ladi. Sarg'aymagan bo'ladi balki. Aptina haqida ma'lumotlar shu. Bozorda bu aptina guli parvarishi eng oson gul va narxi arzon gul hisoblanadi. O'g'iti oddiy o'g'it, tuproq, biogumuz, qum. Har qanday o'g'itda ham o'sib ketaveradi. Joni tosh gul. Men bu gulni erinchoqlar guli deyman. Suvni kam xohlaydi. O'sib ketaveradi. Parvarish talab qilmaydi. Qayerga qo'ysa shu yerda o'saveradi. Men joyim boshqa joyga o'tkiz demaydi.
Yangi gul o'stiruvchilar ham o'stiraveradi buni. Yoqqan bo'lsa like bosing sizlar. Bugungi ma'lumotlar shu. Keyingi videogacha uchrashguncha, ko'rishguncha